Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, hamma so'ragan edi, Kamila gulingizni ko'rsating deb. Mana azizlarim, Kamila gulim. Hozir avgust oyining boshlari. Mana Kamila gulim mana shunday holatda. Qanday ekkanlarimizni ham videorolik qilib ko'rsatgan edim azizlarim. Mana Kamila gulim yaxshi holatda azizlarim. Mana ko'rtak qilgan, lekin hali gul ochgani yo'q. Ancha vaqt, pashti 2 oy ana shunday qilib turibdi. Menimcha salqin tushsa gullaydi. Mana takin ham azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek Kamila gulimni cherezdeng ustiga suv sepib, tagiga suv quyib qo'yaman. Mana taklarini yumshatyapman azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda Kamila gulim. Azizlarim, ko'p kishi so'ragan edi. Kamila gulini tomirlatmoqchi edim, eslaringizga bo'lsa. Lekin ancha urindim, lekin Kamila gulini tomirlata olmadim. Bu chetdan kelgan gul. Shuning uchun bizni iqlimga mos emas. Shuning uchun tomirlata olmadim deb o'ylayapman. Mana o'zi yaxshi holatda, mana uydagi Kamila gulim yaxshi. Azizlarim, salqin joyga ekkanman. Mana daraxtlar qaranglar azizlarim. Mana daraxtlarning tagiga ekkanman. Mana daraxtlarning tagiga soyagina joyga ekkanman. Agar quyoshga ekkanimda tik oftobda qurib ketarmidi? Maslahat qilaman, albatta soya joyga ekinglar. Mana azizlarim, albatta Kamila gulimni gullashlarini ham ko'rsataman. Mana ko'rtaklari ko'paygan. Mana juda ham ajoyib, yaxshi holatda. E'tiborli bo'lib, har doim tez-tez kechqurun yoki tongda, ertalab suv sepaman. Mana shunday holatda azizlarim Kamila gulim. Mana bu meni bog'im. Mana shunday daraxtlarni tagiga ekkanman, soyagina. Azizlarim, hozircha mana shu yangiliklar. Keyingi videoroliklarga ko'rishguncha deb qolaman azizlarim. Sog' salomat bo'linglar. Allohim asrasin hammamizni. Qayerda bo'lsanglar ham Alloh asrasin. Sog'lik, tinchligimizni bersin Allohim. Ko'rishguncha videorolik orqali.